Uyan başılışı bilen hamma odam Pati'ni izlashga chiqibdi. Pati! Opa, o'zlar bizning videoni o'zidan qo'yibdi. Xo'sh, xohlagancha o'zini qo'llagan cho'ngdatsidan bo'lmaymi ekan? Qisılgan yerini qısalmagan Patixon mökünüp olgan yerden çıkıp gidip uyoq bu yoqda lol-bulaq qilishni boshlaydi. Xudun, men, Shh, yaqinma. Hozir ocham meni po'jam zotida. Alexning gibi tugmay turibdi shiraqdan bir po'jamiz. Chu, uni kulib vam. Meni malayning beshig'i tegib, malayning umsiz tushuydi. Amaliyotda ularning maqsadi Alexni Patini tutulib qilish emas, balki Patini jo'ziq 5 burchak qilib bog'lab qo'yib, xanana qilmoqchi edi. Jinim, gapim quloq sol. Men seni almayman. Gapim quloq sol. Almayman, ishtampay bax kiymayman. Voy, elim ishtampay bax kiygining chog'liq jinim. Gapim quloq sol. Hey, mening gapimni bir anglasangchi. Hey, kallasini shaparang to'qib olgan. Hey, mening gapimni angla deyapman. Alex Patiga sen darhol qochqin. Qochmasang ular seni tutib oladigan bo'lsa, sen o'qitolasan deydi. G'aflat uyqudan uyg'ongan Pati, endi cho'nglar ko'maydigu ochiqroq kiysam kimning kori debla kiyimlarini yechishga boshlaydi. Men endi jissam cho'nqi bo'ladi. Endi jissam mo'shong bo'ladi. O'g'irlikchi timsiqlab chiqqan Pati koridorga chiqqancha mayli qiynalishlarga yo'liqib qoldi. Qiyoqas qiz oldi bir ko'rib qoldim. Yo'q, bolam, men sog'madim aminiki. Gepdek tugmay turib, nereden chiqqan saran xotin ketdan tang qilib qoladi. Pati o'z fursatni chin tutib ketib ketadi. Hamda bir action ostriki saytdan action rasmini ostriki saytini ilib o'zini o'rnattirdi. Ko'ngzi shunda aytidirki, qizlarning yomoni g'ayvatxo'r kelin, gapimni xato tushunma bu yovlen qilin. Der g'azabga kelgan Pati, hatto sanji jonimi olmay, en chonchiga qarab yo'lga chiqdi. Hamda nihoyat tezda birinchi qonni oldi. First blood. İşladın xabar tapqan dodisi qattiq ranjiydi. O'lak men yosh vaqtimda 5ni, 10ni, 30ni uratdim. Ha? Siz bunda demagan-ku. Buni azitib, abrimini darhol top. Tang atqish topolmasang, hammamiz tugishimiz. Durust. Mo'may to'g'ri aytdi. Alexning uydagilarini burun birisi qog'ib etgan bo'lib, o'yinda utirib etganlarni vaqtida yo'qotib etmasa, tong atqanda oila bo'yicha hammasi yo'qolib ketdi.